was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on the gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna end. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim, yeah. I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. Rasulov eshiklarini adresini tushuntiradigan bo'lsak, obunachilar, bu yon tomonimiz G'oyi bozor, ya'ni G'oyi bozor tarafga qarab ketadigan yo'l bo'ladi bu yonimiz. Chap tarafimiz, o'ng tarafimizga qaraydigan bo'lsak, Coca-Cola zavodidan tushib kelayotganingizda, shuda Pirkrutkadan bu yon aylanasida, ya'ni G'oyi bozor tarafi aylanasida o'ng qo'llaringizda bo'ladi. Shuni ro'parasida esa hamma biladigan Massa zavod, ya'ni Urganch yog' zavodi joylashgan bo'ladi. Shuni to'g'risida bo'ladi obunachilar. Tumandan keladigan yoki boshqa yerdan keladigan yurtdoshlarimiz uchun albatta kommentariyada lokatsiyasini ham qoldiramiz obunachilar. Hozir chiroyli qilib sizlar bilan birgalikda Rasulov eshiklarini do'konidagi barcha ishlarning iloji boricha narx-navosi, servis xizmatlari bilib borasizlar. Albatta to'lov xizmatlari, muddatli to'lovlarni ham birinchidan bilib beramiz obunachilar. Qani ketdik esa. Assalomu alaykum. Harmonlar. Xudo xolasa yana Rasulov eshiklarini Xorazm filialiga keldik. Bir qator endi bir sifatlari, narxlar haqida bir o'zingiz ma'lumot berib o'tsangiz yurtdoshlarimizga, obunachilarimizga. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rasulov eshiklarini Xorazmdagi ofitsial dilerni ikkinchi do'konidan quchyapsiz. Odim Injilbek, shu do'konda sotuvchi konsultantman. Xo'p, esa birinchidan boshlasak. Bemalol. Hozirda yana eshitishim bo'yicha Ramazon aksiyasi bo'lib turibdi degan men eshitdim. Chegirmalarni tushuntirib o'tsangiz. Albatta. Qarang, zavodskiy narxlarimizni agar bizani kuzatuvchilar, avvaldan kuzatib turgan odamlar, bizani biladigan odamlar ko'rib yurgan bo'lsa, narxlarimizni premium klassdagi eshiklarimiz, endi bular prestige variant, premium klassdagi eshiklarimiz 1.850 million kvadrat metr bo'lib turadi. Dalli momentda уже 20% chegirmaga tushirdi zavod. Bu Ramazon, ro'za Ramazon aksiyasi uchun narxlarni tushirib tashladi. Do 20%gacha. Xo'p, endi yurtdoshlarimizga tushuntirib bersangiz, bularning sifati boshqa eshiklarga qaraganda nima farqi bor?
Doğru, qarang, yaxshi savol berdingiz. Eshiklarimiz boshqa eshiklariga qaraganda bo'lak qimmatroq chiqishi mumkin. Buni 3 dona sababi bor. Birinchi sababi 5 yillik kafolat. İkincisi, Tureyskiy Verk kompaniyani perlamutrik kraskalarni ishlatadi. Bu kraskalar sifatli jahon bozorida talabchan kraskalardan biri. Uchinchisi, ухаживать servislarimiz bor. Ухаживать servislarimiz bu eshikni sizni aybingiz bilan bog'lan bo'lsa, 5 yil mobaynida qilchiladigan bo'lsa, ухаживать etib beradi. ухаживать servisimizning brigadasi kelib turadi. Toshkentdan bir oyda bir marta, 2 marta turgan joyinda eshigingizni qo'porib o'tirishi shart emas. Qirchildi-ku bu, endi chataman buni da shart emas. Turgan joyinda taqib beradi. 5 yil ichida. 5 yil ichida. Bundan bir so'm pul olinmaydi. Yo'q, olmaydi. Bepul bo'ladi Bepul ichida. bo'ladi ichida. Xo'p, sizlardan shu videoni boshida aytib o'taverik. Dostavka, ustanovka xizmatlari-chi? Qarang, o'zimiz borib zamir qilamiz. Zamir qilamiz deyamiz, o'zimiz borib o'lchaymiz. O'zimiz borib o'lchaymiz, yetirib olib boramiz, ustanovka qilamiz. Siz faqat zakaz berib tursangiz bo'ldi. Bepul diyeceksiz. Bepul emas. Yana bir narsani aytadigan bo'lsak, bular ham boshqa eshiklardan qolini, yubkasi, boshqalardan bir tushuntirib, narxlar bilan tanishtirib bersangiz. Eshiklarimiz qarang, shu eshikdan boshlab tushuntirib beraman sizga. Eshiklarimiz qalin yubka degan vaqtda o'zi основной 0 dan keladigan bo'lsak, 0.8 lik MDF dan to 5 sm massivgacha ishlaydi. Agar buni tushunadi, tushunmasa podrobniy o'zi ofisimizga kelsa tushuntirib beraman. Buni sizga ham hozir ko'rsatib o'taman videoning davomida. Eshiklarimiz 0.8 lik MDF dan yurib turgan eshigingiz amerikanskiy orexdan shpon qilingan usti. Bu premium klassga chiqqan. Premium klass deganimiz, bu reykasi qo'yib ishlangan, faqatgina freza emas. Freza o'yib turib ustuna reykam qistirilgan. Prestij modellarimizda ustunda reyka bo'lmaydi. Faqatgina freza qo'yadi. Ustunda reykasi oqqilab deb aytiladi, oqqilab bo'lmaydi, faqat freza qo'yadi. Lekin bular shpon qilingan. Bizda основной model tanlanadi. Modelda ham bu ko'rinishi. Bu ko'rinish ham o'yilgani, buniki, berginiki, nishab o'yilgani tanlanadi. Shunga qarab turib, bunda ranglarimiz bor. Bir qator ko'rsatib bersangiz, shu ranglarni hammasida qilib beriladi eshiklar. Menimcha hozirda eng trendda turgan xalqqa yoqadigan svetlar hammasidan bor. Albatta. Bizda hamma ish zakaz bilan bo'lgandan keyin sizni huquqingizdan nov yoqadigan bo'lsa shuni qilib beramiz. Hozirgi danli momentda bu skidkada bosib qilish kerak. Sababi buning aksiyalar skidkalar yilda ya 2 marta ya maksimum 3 marta bo'ladi. Endi hozirda sizlarning eshiklaringizni kvadrati necha so'mdan boshlanib, eng qimmati necha so'mdan bor? Eshiklarimiz kvadrat metri danli momentda 1 million so'm, 1,5 million, 1 million 50 ming so'mdan tutib 3 million so'mgacha bor. 1 million 50 dan boshlanadi. Ha. Uni sifati necha bo'ladi? Yaxshi bo'ladimi? Hammasini sifati bir xil. Bir xil. Hammasini bu 1 million 50 likdan 1 millionlikdan tortib to ana 3 millionlikgacha necha garantiya hammasida bir xil garantiya beriladi. Bir xil garantiya. Ha. Keyin yangi qalin yubkasini tushuntirib o'tsak edim. Yana bunda ya ko'rsatgan 0.8 lik MDF. 0.8 lik MDF. Mana ko'p odam ko'rgan bo'lsa, bunda mashinam ustiga chiqarib ispaniyatib ko'rganmiz. Bu bez problema bor. Bu 0.8 likdan to ina bu 4 sm lik massivgacha bo'ladi. So'm eshik bo'ladi bular. Xalosa bularni ham liboy tushida tutgan eshikni obunachilaringiz keladigan bo'lsa, yana shunday deb aytading-ku sen, so'llab shunda aytading-ku gapingni durib bilasanmi desa, liboy tutgan eshikni yechaman turgan joydan aytgan mashina bilan ustida yurtib beraman. Основной bizda model qidiringlar, modelni necha ko'rinishini qidiringlar, modelini qarab turib o'zlarimiz ishlab beramiz uni. Xalosangiz birli kapı, xalosangiz yarma kapı, xalosangiz yana darvoza qiladi. 1 millionlik bilan 3 millionlikning novusida farqi bo'ladi. 1 millionlik kvadrat metrdagi eshiklar kraskali bo'ladi. MDF, u ham MDF bo'ladi, faqatgina ustida kraska bo'ladi, boshqa narsa bo'lmaydi. 3 millionlik ustida masalan, ustida shpon qilingan bo'ladi, shponi 2 xil kraskada yurgan bo'ladi, patina deb aytiladi. Ustida pulpalari bo'ladi, gullari. Gullar ham MDF dan chiqarilgan bo'ladi. Uni ham ko'rsatamiz, u eshikni ham sizga. Shunga qarab ish hajmi nishab ko'payadigan bo'lsa, narx shunchalik ko'tarib boriladi. Eshik nishalik, masalan, oddiyroq eshikni ko'rsatamasa, buni solishtirib ko'ramiz. Necha bogati ko'rsatishini. Bu eshiklarimiz ham shunday. Ina bu eshik amerikanskiy orexning ustuna avtolak sapilgan. Lakironiya bo'lgan. Glyansoviy qilingan. Lekin buni qilib qo'yibmiz. Bu yerda ish boshqaruvchimiz, menejerimiz o'zini ideyasida shu model glyansoviy qilgan. Lekin menga shuni yaldiroq kerak, bidon bo'lsa, tutgan liboy bir eshikni shunday yaldiratsa bo'ladi. Endi 5 yil garantiya beriladi dedi-ku. Bu og'zaki bo'lganmi-da? Yo'q, shartnoma aytib, pechat bosib, qo'lini ofitsialiyat beriladi. 100% garantiya, hammasi dokumentarni ish bitadi.
Masalan, sizlarda bir ishni zakaz beradigan bo'lsalar, necha vaqtda bitirib berib bilasizlar? Данный momentda 20-25 ish kunida shartnoma bo'yicha shunday beradi. Bu endi 30-35 kuna cho'ziladi. Bir oyda грубо говоря olaveradi. 35 kunda уже uyina borib turib uстановка qilingan bo'ladi. Shu srokdan o'tadigan bo'lsa, o'zi shartnoma bo'yicha men endi aytib berishimni aytibman. Lekin общий srokdan o'tadigan bo'lsa kompensatsiya to'lab beradi. Bu eshigimiz ham premium klassda chiqqan, usti amerikanskiy orexdan shpon qilingan. Bu 150 ga 220 ikki tabaqali eshik deb aytiladi. Ikki tabaqali deganim ikki ochiladi, ikki uvli ochiladi. Yine bular bir yarım tabakalı. Yarım kapı da baytamız özünüz bir yarım tabakalı da baytılады. Bu iki tabakalı iş. İkisidan bir xil ikki tarafdan razmeridan. Ava iki tarafdan bir xil razmeri болады. Balandligi 220. Endi bu yerda ko'rib turganlarimiz, yani aytganingizdek, o'zlarimizning ideyamiz bilan chiqarib qo'yibmiz razmerlarni, lekin siz klientlarimizning ichki yere qo'yadigan bo'lsa, shungacha eshik oldirib bilamiz. Bani qiladi, banisini ustini nima qiladilar? Kladovka qiladilar. Kladovkani eshigida desangiz, bu ham bor. Обрешетка deysizmi, neler hayatın üstüne bular ham ish qilib razmer nechik to'g'ri kelsa shuna qilib beriladi. U yo'q, shu eshikni olib bormasangiz bo'lmaydi, shunga ochmasangiz bo'lmaydi degan, chopasiz degan yeri yo'q. Shuni qo'yadigan bo'lsa, nechik o'lchamda qo'yadigan bo'lsa shuna qilib beriladi. Vaqtchasiz hamma narsa bizda zakazda Ava, zakazmi? Zakaz bilan. Endi hozir sizlar tutmanku amerikanskiy orex deb. Bu orex daraxtini amerikanskiy orex daraxtidan yupqa qatlam qilib olinadi, shpon. Shpon deganim yupqa qatlam qilib olib turib üstüne yapıştırılады. Granit presda ütüp yapıştırılады. Onun üstünden keyin kraska berib ishlov beriladi. İş chiziqlarini qarasangiz, bir narsani yodingizga solib beradi. Daraxt nimani kesadayotgan yosh vaqtimizda bu 20 yosh ekan, bu 30 yosh ekan deb o'tiramadik. Ish chiziqlar shunday. Fakat burmalar, ava. Bu faqatgina bu daraxtimiz inaminina kesiladi, dikina kesiladi, üstüne yapıştırıladi MDF üstüne. Основание MDF bo'ladi. Shundan ham bilsa bo'ladi deysiz. Ava. Hem ushab ko'rsangiz bilsangiz bo'ladi. Laminat bilan shponni. Laminat budir-budir bo'ladi, bular shpon. O'zi qo'lingiz bilan yutgan darb bilan o'zi. Endi Indilbekga yana bir savol. Eshikda bilamiz, korona наличие vajlar bo'ladi. Shuni ham bir tushuntirib o'tsangiz, sizlarda kvadratga kiradimi yo yo'q. Kvadratga girmaydi. Sababi kvadratga kiradigan bo'lsa, bu klientga qimmatga tushib ketadi. Aytadidan kvadrat metrda bular ham ichindami dedi. Yo'q, kvadrat metrdan bular tashqarida, bular pogonni metrda yuradi. Masalan, ina bu 50 milyon. Pesindekilerini görüp turganınız danası 40-45 milyondan çıkardı. Sapajok ina busu. Kubiki 30-35 milyondan çıkardı. Tepesindeki karonası mesela belent testine karab. 12 santimetreden ta 30 santimetre çeşişimiz. 31 santimetresi. 30 santimetredeki mesela 30 santimetre gerek deseniz buna 30 santimetre koyup veremiz. 18 santimetrelik 12 santimetrelik gerek deseniz onu kılıp veremiz. Bunun narxları 250 milyondan ta 400 milyondan çıkar. Pagonli metre. Mesela bunu kvadrata hesaplayacağım olsam, bunu 1 milyon so'mdan kvadrat metre hesaplayacağım olsam, bu 1 milyon so'm 5 dolar verasiz. Aynalarına to'xtalsak. Aynaların türü dum ko'p. Bu hammasi zavodskoy, yodovoy, oblaka deb aytiladi. Bu zavoddan keladi, aynasi. Kvadrat metre hesaplangan vaqtida yana men aynasini ochib tashladik, qarang. Ayna joyini ochib tashlagan vaqtda kvadrat metre ko'p odam aytadi, kvadrat metre girmaydi, lekin aynali eshik hamma qimmatroq yurgan. Sababi aynangiz plus bo'ladi ustuna. Yine bu aynalarni ham tushuntirib o'tdim. Beragandan keyin qarshi aynalar beraj o'tiladi. Sababi ham bu eshik aynalar kalonni qiladi. Kalonni qilinadi, kuydiriladi, sinmaydi. Sinsam adama zarar berib sinmaydi, mashina labo edim, bu mida bo'lib sinib ketadi. Bu aynalar обычный. Turi ko'p, turi ko'p. Gelseler bemalol tushuntirib beraveraman. Muammosiz. Bu eshikning hozir ishi durishida ko'rinishi buni bize gostinitsalar ham mo'ljallab qo'yibmiz. Lekin bu ish dum arzon chiqadi. Arzon chiqadi. Eng arzon chiqadi. Sababi ustunda yana meni gej o'yilmagan, pulpoq qo'yilmagan, hech narsa qo'yilmagan prestij modeldan yana 1 million so'm bor. Shunday summada chiqadidan kvadrat metri. Kvadrat metri shuningda chiqadi. Ish 210 90lik atib chiqarilib turibdi. Xolos bu bu petlerini sekretli qilamiz. Ichana girgizib turadi. Görünmeyin duradi. Bularni kichkina qilamizdan uyna. Hozirgi high-tech variantidagi dopatolog obshivka bo'ladi. Patologga deyib bo'yicha obshivka bo'ladi. Eshikning o'zi dumbagada chiqadi. Hozir endi biz o'zimiz gazetasi mo'ljalab qo'yibmiz. Xolasangiz bu zamok haqida ma'lumot beraman. Bu zamokimiz oddellik qo'yiladi. Xolasa ko'chaga qo'yamiz, xolasa ichana qo'yamiz. Zamokimiz отпечатка deyishadi. 100 ni Face ID'da ochadi. 300 dona parol oladi. Avtomatlashgan 300 dona parol oladi. O'zini ID ключi bor. Agar zaryad o'tirib qolgan bo'lsa, siz boshqa yerga yurgan vaqtingizda ключni aktivasiz, ключ bilan ochsangiz ham bo'ladi, kiliti bilan to'ladi. Dasturlar.
Kodlu, halsayla insaydı. Arkasında kamerası var. Damak. Mana. Yan tarafta kim geldi, kim gitti? Ha. Zo'r. Buni o'zi addini sotiladimi? O, adını aytdıqman, bunu özü adını satıladı, xalasa adını qilib aldıq beramiz. Necha so'mdan boshlanadi bular? Гэта $140 chiqadi. Eng minimum narxi. Hava, eng minimum. Endi bundan variantlari ham ko'p. Dim zo'rlari bor mana agar kerak desalar. Keyin yangini aytib o'tsak edim. Monitor dutka qarang. Monitorning ostonasida tenda batareya bor. Batareyasi do 6 oygacha zaryad ushlab turadi. 6 oygacha. 6 oygacha. 6 oygacha zaryad ushlab turadi и buni oddiy Android zaryadchida zaryadlasangiz bo'ladi. Ham zaryad tamom bo'lganidan bilamiz dedi axir. 24 soat qaqshiydi bu. Zaryaddan oladi. Zaryaddan oladi. Bu xonamizdagi eshiklar уже qarang, более komfortliroq eshiklar. Bu eksklyuziv, elit variantidagi eshiklar bular hammasi. Bu eshiklarimiz yangi aytganimning srok salnaroq и qalinlik talshinasam 0.8 emas. Bular qalinroq eshik. Ham ishloq ko'p bo'lgan bunda. Avval buni oq bilan коричневый и молочный цвет edi. Bu dum borsa seriya, ochiqroq seriya, hozir temniy seriya o'tib odamlar. Sababi bu Yevropa tarafdan kelib keltirgan Atacenta. Neobishli ranglarimizni, ya aytganimdan o'zlari surtikaz ham qilaveramiz. Neobishli rang istadagi bor rangdacha bu rangni ham qilaveramiz. Endi bu ranglar shu toza kirib keldi-da. Shunda tushundiringizsa, уже bular yarkiroq. Endi hozirda remont desak ham, oddiy dasturxondan tortib döşab qo'ygan bagema bo'ladimi? Nima deydi? Pardalari bo'ladimi? Ishli svetlar to'g'risi aytgansiz trendda. Trendda bo'lib ketdi. Feruza qash svetga bilan svet, ochiq svetlar. Shundan bir endi bularni sifati hamma joyini tushuntirib o'tsangiz, masalan, hozir YouTube'ning o'sha oddiy qo'yilgan ishvajlar ham oddiylarga qaraganda здоровroq, katta ko'rinadi. Havo sababi bu eshiklarimiz eng yubkasi, ya'ni 0.8 lik 92 o'nlik eshik 40-45 yilga keladi-da bir eshik. Sabab ichi zich karkas bo'ladi. MDF presslangan ikki taraflama 0.8 lik bo'ladi. Endi bu eshikimiz 5 sm-lik. O'rtasi karkas emas. Bu karkas emas. Ko'tarishni tushunmadimi? Ko'tarishi yo'q, bu narsalar garantiya beriladi. Petlarni ham yana ko'rsatib o'ting, 0.3 lik petli ishlatamiz. Ichine freza o'yib giriladi-da bu. Kasakiga o'yiladi, eshikka o'yiladi. Bu zavozga o'yib keladi. Zavozga o'yilib keladi. Zamokdan перед заказом ichi zamok tanlagan bo'lsangiz, shu zamokni ichine girib turadigan atib, zavod o'yib beradi. İçine ham kraskalar beradi. Bu уже zamoklar ham уже fabrichning haqiqiy aniqlashlar qo'yadi, to'g'rimi? Undan yo'q. Chalavajlar. E'tibor bergan bo'lsangiz, hech qanday beta chapilgan emas. Beta chapilgan emas. Shonda qo'yilgan. To есть shonda o'yilgan. Shonda o'yilgan. Zamok beta qo'yiladi. Ichi zamok kerak desangiz, shu zamokka mo'ljallab turib, shonda o'yib beriladi. Xalosa high-tech, xalosa klassik. Bu farq yo'q. Bu eshikimiz gancha chiqqandan pulpasi большой bo'lgan, katta obqalat deb aytiladi, большой obqalat. Большой obqalatning ustuna pulpa yurilgan yana. Shuning uchun narxlar qo'shilib boraveradi. Gördingizmi, уже ganchdan keyin ina bu obqalati boshqalarga qaraganda, ina bu og'izlarga qaraganda qalinroq bo'lgan, qalin obqalatning ustuna yana ganch yurgan. Buning uchun narx qo'shilib boraveradi. Rangi bu rangdan oqa bo'lsa, oqdan naya o'tadigan bo'lsa, krashingli bo'lsa, narx o'zgarmaydi. Faqatgina inamini shipon bo'lsa, narx o'zgaradi. Bu shiponimiz turistga dub degan daraxtda yana aytdim-ku. Bu meshunina chiziqlari yangi daraxt narsani bildiradi. Sababi daraxt bu. Yubka qatlama qolib turib, ustuna garaj press yopishtiriladi. Shiponning ustuna ikki xil kraska ishlangan, gold bilan oq. Shuning uchun bu narx o'zgaradi. Ham bu eshigimizda undan ham ko'proq pulpa qo'yilgan, qalinroq. Yana bular ham hammasi MDF da chiqarilgan. Bu kauchuk rezinka emas. Bu tushib qolib, suvda esa o'zgarib, endi masalan oqarib qolish muammo bo'lmaydi. Yo'q, bu narsa bo'lmaydi. Agar bo'ladigan bo'lsa, sotib beramiz, saqlab beramiz. Durgan 5 yil ichida to'g'ri almashtirib berasiz. To'g'ridan-to'g'ri. Muammosiz. Muammosiz ularni saqlab beramiz. Buni masalan shuni kvadratini bir donishtirib o'tsangiz, necha so'm kvadrat masalan? Bu eshikimiz qarang, shipon yopishtirilgan deysiz, to'g'rimi? Eng yaxshilaridan birisi. Eng yaxshilaridan birisi shipon yopishtirilgan, shiponni yonboshlaridan chaqiladi, ibellardan. Ko'p eshiklarimiz bor, faqatgina yonboshlari yana bir kraska bo'ladi. Rasulov zavodida hammasini shipon qiladi. Krugovoy shipon qiladi. Bu eksklyuziv nomer 6 deb aytiladi. Bu eshikimiz narxi 3 million 600 etrafında chiqib turadi. Hozir 3 million, ya da 3 million 200, 3 million 300 ming etrafında tushadi. Shunda siz aytsangiz, görünmüyor yerlardan dahi hammalarni e'tibor etib, hammasi konkret ishlanadi. Eshigimizning shu gul uchun ko'proq qimmatlab ketgan sababi bular MDFdan chiqarilgan. Bu eshigimizni koronalar ham уже arishni qilingan, avlodin 4 mush emas. Arishni qilingan koronalar ham qimmatroq keladi.
boshqa eshiklarga qaraganda, boshqa koronalarga qaraganda bu bagatela ko'p chiqqan, ham eshikni o'zi og'irroq yangi aytganimdek. Bu eksklyuziv 2 deb aytiladi. Narxi 4 milliondan o'tib turadi. Данный момент hozir 3,5 milliondan tavsiya chiqqan. Shu. Havo. Hozir trendda bo'lib turgan eshiklar ko'p odam so'raydi. Aristokrat deb aytiladi bu eshik, high-tech variantidagi eshik, molding qilingan. Ham bu 5 sm massiva qilingan. So'm eshik. Buni 2 odam ko'tarib biladimi? Yo'q, 2 odam ko'tarib birlasa ko'tarib. Birlasana, amaliylar ikkilar. Amalasa bo'ladi. Sababi 100 dan ziyod chiqadigan bu. To'g'risi, agar kichkina bola keladigan bo'lsa, bilmadim. Ochgan vaqti o'sha galashini ko'ringlar, galashini ko'ringlar, og'ir keladi lekin. So'm. Sabab so'm eshik. So'm chizsin, Ha, so'm eshik. Xo'p, endi buni masalan o'sha svetda, lekin sal yengilroq, sal ochilib ishlab bo'ladi. Bo'ladi. Muammosiz. 4 lik radon bo'lsak bo'ladi. Aynalar kerak desangiz, sho'rindan oyna joyi ochiladigan oynalar qilinadi. Bu eshik oynasiz bo'lsin desangiz, sho'rlari beklanadidan yana bundan beklanib ketadi usti. Bu oynasizda farq yo'q. Shunda Idilbek aka, oynada narx o'zgaradimi? Oynaning narxi ustuna minadimi? Aynaning narxi ustuna minadi. Bu oqa gold qilib ishlangan, inobu slanoviy ko'st deb aytiladi. Fil suyak rangi, o'zlarimiz tilda maloshniy rang. Maloshniy rangga gold qilingan bu. Bu eshikimiz ham dim sifatli, gench o'yilgan, o'zine yarasha, o'zini vesi bor. Buni ham aytganimdek 5 sm yandan ibellar ham shifon qilingan. Barchasi umutsini o'rtamizlik qoshlar ayna. Havo, sifat darajasida shu narsani aytib o'tsa, agar yo'q seni eshiging bunin, seni eshiging bunin degan bo'lsa, liboy tutgan eshigini aytkasin, yo meni chaqirsin, liboy eshikni yechib olib turib joyinda gaplashib qaraman. Ha, masalan, sizga avnikidan arzon ekan, sizniki bunikidan qimmat ekan degan gap bo'ladigan bo'lsa diyeceksin. Shunday bo'ladigan bo'lsa, aytsin, baramondan shuda solishtirib qaraman. Yo bo'lmasa aytkasin. Tushunarli. Xo'p, bu tarafimizdagilar ham sab chiqqanmi? Men novestimlar bu koronalar. Bu koronasi buni o'zi eshikni o'zi vakuum deb aytiladi. Vakuum eshik. Sababi sizga shunda yonboshidagina bor ekan. Yana bir yerni freza qo'yadi-da. Bir yerni stanok qo'yadi. Shpondan keyin o'yilishi kerak. O'zi aslida keyin shponi beda qolishi kerak. Bu kraska bo'lishi kerak edi. Ina bular ham usti kraska bo'lishi kerak edi, ina bilmaydi. Lekin buni ina bellardan buni ustuna ham yerini shpon qilgan. O'zi boshqacha ish menab ko'p. Ish menab ko'payib ketgan. Shtapikning ustuna basadon utik yo'q. Yo'q Xorazmda. Yo'q. Buni sifatdagi, buni sifatlab chiqarib berib bilmaydi Xorazmdagi liboy bir firmaning ishni variantlari. Ne to'liq Xorazmdagi boshqa bir respublikada yo'q. Yo'q, umuman. Gap bor. Men solishtirib beraman liboy bo'lsa. E'tibor etasizlar, obunachilar, imber takkizamiz. Ichida bir bilmem 10 gradus, 20 gradus bu yana sal uklon bo'lib ketgan, to'g'rimi? Shtapik yana bo'rtib chiqqan. Shtapiklarning usti ham shpon qilingan. Usti shuni aytib o'tmoq, shtapikning usti shpon qilingan. Shu shtapikning ustidagi shponni qiladigan odam yo'q. Aynan. Vakuum. Gap. Bu koronasi ham shunday. Koronasini ko'rsangiz, nabellari kraska bo'lishi kerak. O'zi aslida bunda koronasini ham yerda shpon qilingan. Chetlarni bu mayda detallarni shpon qilingan. Zo'r. Buni endi narxi necha bo'ladi buni? Buni narxi boshqalarga qaraganda vakuumda sal qimmatroq edi. O'zi aytibsiz, ish jarayoni ham ko'p bo'lgan. Shponlar ham masalan metalizatsiyasigacha ishlatilgan. Shu orqasına qarasangiz, senasini hammasini yozib qo'yibman, lekin narxlari hammasi tushirilgan. Bu ko'na narxlari 2 million 126 ming so'm avvalgi narxi edi. Buni endi do 20%gacha o'zingiz hisob-kitob usti shpon qilingan. Yangi aytganimdek, bu ham 0.8 lik emas. Bu ham massiva chiqqan. Ina buni 3D freza o'ygan. Dimzo'r chiqdi lekin. Mayda dim. 3D freza o'yadi. Bularni gench deb aytiladi. O'zlarimizni endi qarang. Birning gench eshiklarni faqat bizani Xorazmda qiladi. Ne, Xorazmda oladi. Albatta. Shunday tushuntiring. Xorazmda oladi. Sababi biza shu xonlarlarda bo'lgandan keyin shu genchga dum ko'proq e'tibor beramiz. Albatta. Genchda bo'lmasa bo'lmaydi bizlarda. Shuning uchun bu gench eshigimizni ham qilib berib qo'yibdilar. Buni ham shunday yonboshlari, boklarini hammacha shpon qilingan. Elit nomeri 27 deb aytiladi. Bu eshigimiz narxi 2 million 486 chiqib turadi. Ko'na narxi bunikini ham shunday skidkada. Do 20%gacha. Do 20%gacha skidkada. Shu aytganimdan gasalar hisoblab berganim ma'qul. Yan tarafimizda endi panoramli oyna qilinganlari bor ekan, to'g'ri. Havo. Teyinadi. Splashnoy oyna. Bu 166-model eshikning o'zi. Zo'r chiqdi. Havo, splashnoy oyna deb aytiladi. Bunisi chiqindi bu. Bu qarang, buni ham oynasi shunday, bu yerda ishlangan, lekin zavodskiy emas oynasi. Lekin o'zi shpon qilingan eshik. Shpon qilingandan однотонный bir xil kraska. Bu oqam emas, bu maloshniy ham emas, bu seri rang. Serem rakam, oqim rakam yoki qonun hozirgi modadagi sababi klassik
eshik desam ham bo'ladi, neoklassik eshik desam ham bo'ladi. Sababi gullari, pulpalari, ina bu narsalar qashlari bilan plastikka tortib turibdi, o'ziniki neoklassik variantida chiqarilgan. Bu atachenta bilan ketaveradi. Gullar bo'rtib chiqqan, oynalari polniy, yon taraflari ham 3D xili, polniy pasladon oyna. Eksklyuziv xullas. Nov model desak, retro model desak Bu bo'ladi. retro model. Avval retro model qilingan. Bu zerklar qilingan. Zerklar qilingan bu neobishniy narsa. Buni ichini ochsangiz, ichida ham zerklar. Ha, orqasi ham, Avval eld orqasi zerklar bo'ladi buni. orqalda bir xil. Avval Tushuntirib o'tsangiz endi. Ichki yo'lda bu eshik amerikanskiy orexa shpon qilingan bu. Buni ham rangi o'zgaraveradi. Zerklar qilingan uchun ham narxi sal ko'payib ketgan. Shuning uchun. Ham ina bularni silikon MDF dan olib turadigan birini o'yib chiqadi. Frezalar. Ha, o'zi bu чистый shunday silikon bo'ladi, to'g'rimi? Tushmayadi bu чистый. Ha, bu tayyorgarmi da qo'yadi. Yo'q. Shuni durishni o'yadi. Imbojlar ham отдельно. Yo'q. Yengishlar ham отдельно. Milk yojlarni e'tibor etib, shikarni qilib chiqariladi. Baribir uya bo'lgandan keyin o'rnatilgandan keyin Avval. boshqacha turadi. Haykaga ishlarimiz ham bor, xolos ularni ham ko'rsatamiz. Albatta. Bu haykaga ishlarimizni qarangadingiz. Buni rossiyskiy, ukrainskiy deb bozorda sotib turadilar. Buni ham Rasulov zavodi ishlab berib turibdi. Bu ekashpon deb aytiladi. Bilgan, masalan, obunachilarimiz bo'lsa o'zi tushunadilar. Ekashpon novligini. Ekashpon deymiz, ekologik shpon ustiga garaj press yopishtiriladi. Bizani beda necha turibdilar, yangi aytganimdek. Tekiz bo'lsa yopishtirib turibdilar pressda. Inamin gamtik bo'lgan bo'lsa, o'zi buni o'tiki yo'q beda. Buni zavod kraska urib beradilar. Kraska urib beradilar, ya bo'lmasa shu yerni boshqa ish qilib beradilar. Bunda hamma yerni yopishtiradi. Yopishtirilgan shponi qatachib yetmasligini 10 yil garantiya beradi. 10 yil. 10 yil. 10 yil garantiya ozgina shu melki detalli vajlarni Avval. Zo'r. Endi men buni hozir ushab ko'rmasdan ustini oddiy bir taxta o'xshagan vajma ekan deb o'yladim. Ustini ushab ko'rsam bir zamushoviy. Qo'ja o'xshaydi. Deriga o'xshaydi. Buni 26 xil rangi bor. Bu eshikni masalan sizga katalogda ko'rsatamiz. 26 xil rangda, xohlagan rangda qilaveramiz. 80 xil modeli bor. Hozir bu ko'rib turganlaringiz moldingli, toza qo'shilib turgan modellar ham bu soma chiqqan. Ana uning og'ir eshik. Kim og'ir eshik. Haqiqiy shu ko'ringanni icham shunday. Icham shunday. Son bu ichida bo'shliq bo'lib, ya nima solishda desa, kas desa, kasbam ko'rsataman. To'g'ri shunday. To'g'ri. Gapima javob. Imyoz qo'ygan narxlarimiz nima bu? Bu qarang, 1 million 755 ming so'm. Bular donaga yurmaydi, kvadratga yurmaydi. Donaga yuradi. 1 million 400 ming so'mdan 1 million 850 ming so'mgacha eshikning o'zini narxi chiqadi. Bu eshigimiz 1 million 755 ming so'mlik eshik. 2 million 345 ming so'mga nav kelib turibdi. Aksessuarlari bunga zamok pullab, ustanovka hamma narsasi bilan pastdagi narxga tushib turibdi. Xullas tayyor shunday eshiklar bo'ladi, to'g'rimi? 2 million 345 ming so'm. Bo'lmasa shu eshikning o'zi 1 million 755 ming so'm. Eshikni o'zini olib ketaman, qog'onlarni men o'zim qilaman desa, bu variantlar ham bor. Shuni tushuntirib o'tganimizda, bular ham shunday. Kvadrat metrda hisoblab turib, masalan, ko'p odam men Rossiyadan keldim, men o'zim shu anda eshik qilib o'tman, menga faqat eshikni ber, boshqa narsalar eshigim bo'lmasin, men o'zim qo'yaraman desa, ustanovkasini pulini minus etishimizdan, eshikni olib borib o'zimizga o'zimiz ölçimiz olib borib beramizdan olib garantiyada 7 buyundan deyimizdan qaytaveramiz. Bunda ham garantiya berasiz. Masalan, qonvajlarni o'zim qilaman. Avval agar bularni o'zi qo'yadigan vaqtda kirchib qo'yadigan bo'lsa, kraskasini ham qo'lga berib ketadi. Endilbek endi sizlarda faqat shunday ishlar ishlanadimi yo damir eshik, ko'chirib qo'yiladigan ishlar ham bor? Damir ishlarimiz ham bor. Damir ishlarimiz demoqchi go'shtama. Rossiyskiy, kitayskiy damir ishlarimiz bor. Zavodskoy bo'y damir ishlarimiz. Bular ham shunday garantiya beriladi. Razmerlari bor. Razmerlari 90 ga 210, 1 ga 210, 120 ga 210, 120 ga 230, 120 ga 240, keyin 120 ga 260 bor, keyin 150 ga 240 bor, keyin 150 ga 260 bor. Qolagan bo'y aytib turganim razmerlarni hammasidan bor. Bir razmerni qo'l bo'ldi shunday emas, bir razmerni har xil variantlar bor. Kitayskiy, rossiyskiy, ichi MDF qilingan, MDF qilinmagan. Shu narsalarni qarab endi masalan birsini tushuntirib bersangiz, menga shuni masalan ko'chirib qo'yiladigan variantini birsini olib tushuntirib bersangiz. Bu eshikimiz qarang, Xitoyni Yevropa, Rossiya taraflari chiqarish uchun eksport varianti. Eksport varianti degan vaqtimda tushunganlar o'zi biladi, tushunmaganlar uchun yana bir yangilik bo'lsin. Eksport variantida orqasida MDF bo'ladi. Kitayskini g'irt o'zi чистый kitaysk bo'lsa, orqasi eldini ichib olgan bo'lsa, orqasidan shunday damir bo'ladi. Bu bir yangilik. Bu eshikimiz shu orqasida MDF bo'ladi. MDFni
Bu duvuk takni deb aytiladi. 2 sloy rezinka yuriydi. Materiali umuman zanglamaydi, churimaydi. Bu основной domla uchun chiqarilgan. Lekin kraskasini полностью garantiya beraman. Men masalan shuni ko'chaga qo'yib bilamanmi? Ko'chaga qilsangiz bo'ladi. Faqat pryamoy yorug'lik tushmaydi kerak. Ko'chaga qilish uchun molotkoy kraska eshikni tavsiya etaman. Bularni hozir aytib o'tgan shu doma qo'yiladigan narsa narxi qancha so'm bo'ladi? Qarang, o'zi основной bu eshiklarimizni yangi orqasi LD demir deyarlarimiz 2 million 100 ming so'mdan boshlanadi. So'ng ko'tarib boraveradi. Sifati narsalar Sifatini qarab, yangini aytganning orqasidan demir bo'lsa, bonam demir bo'lsa, yvon tarafi ham bug'lanib turadi. Dellikda ana shu narsa shundan chiqadi-da, o'zi kelib chiqadi. Endi buni tushuntirib bersangiz, zamokni chiqmini men ham yer zamok bo'lyapti. Deyishlar nima bo'ladi? Bu zamoklar qarang, tepasidan отдельно ilinadi, bu ichanma ilinadigan varianti, bu pastdan inabuni ilinadigan varianti. Men brilliant rukasi silab borib o'rnatib beraysiz. Ayladimi? Ana shunday variant. Молодец, молодец. Ayladik, ostan birinchi chetdan shirtlab, ostan bekledim uni. Ostan gap keyin buni voy, chidor zamok bor bunda. Bunda основной 2 dona sertsiya ishidi, 3 dona mexanizm bor. Zo'r gap qo'shing. Doğrusu ko'rgandan o'zi kinodan tushdi, doğrusu-da, shu yo'la. Zo'r. Xo'p, endi to'rdoshida bir ikkili ko'zma-ko'z nishik bu qizil bordoyimiz zelt svet nima chiqdi? Bu qizil svet Evrodorni eshigi. Evrodor deganim bu Germaniya texnologiyalarida Xitoyda ishlab chiqariladigan narsa. Bu уже yani aytganimdek eksport varianti. Bu nima uchun fuflo variant emas, ya prostoy variant emas, eksport varianti. Bu eshikimiz 150 ga 240 lik deb aytiladi. Buni ham shunday. Zanglamasligini, churimasligini yangi aytganingizdek ko'chaga qo'ysam bo'lamda deysiz axir. Ustuna pryamoy quyosh tushib tursam, kraskasi o'chmasligini garantiya beramiz. 3 yil garantiya berasiz. 3 yil garantiya beramiz. 3 yil, masalan, sveti блестящий qochsa, ustidan ko'psa kraskasi boshma-bosh almashtirib beraman. To'g'ri almashtirib berasiz eshikni. Almashtirib. Buni endi tushuntirib o'tsangiz, bu qalinlikni ichki yo'ladimi? Qalinligi ustuni endi bu o'zi общий qalinlik 10 lik deb aytiladi. Hozir 12 likdan ko'rsatamasa, bu 10 lik deb aytiladi. Общий qalinligi, listning qalinligi 1 lik deb aytiladi. Ichine gidroizolyatsiyani quyib yuboradilar. Buni tushungan tushunadi. Gidroizolyatsiya degani penopleksni ichine quyib yuboradilar. Va ichki sovuqni o'tirmaslik uchun. Tushunarli. Buniki ham shunday. Buni yeysangiz depadan pastdan ham beriladi. Ustidan ilinadi. Bilan ham chiqadi. Pastdan ham chiqadi. Yondan молодец lekin. Shu variantni 12 ligi. Birinchi korolevskiy mi? Bu korolevskiy emas, bu banklarning eshigida ham bo'ladi sizda. Banklarga, yani seyflarga. Seyflarning eshigida ham bo'ladi. 12 lik deb aytiladi. Mexanizmlari dumzakon ishlangan. Buni avoniydan ajib emas. Endi ham vaqtida dum chiroyli chiqadi. Chistin ya, nada kinolarga nima bu chistin? Ham eng zo'r varianti bu modellarimizni kilitini bir xato ko'rsang, kiliti xromlangan. Xromlangan deganim, bakın size sinmaydi. Büklenishi mumkin, lekin sinmaydi. Buklanadi-ku? Buklanishi mumkin, lekin sinmaydi. Sinmaydi. Xromlangan desa o'zi ko'p odam tushunadi. Xromirованный deb aytiladi. Xromlangan. Hamma kilit tushunadi. Zo'r. Oyna. Xullas eng nojo'ya kачественный, uni muammosi yo'q eshikga kerak bo'ladigan bo'lsa, kelaverasiz ekan. Yon tarafimizda nechik shpol ham qo'ysagan aralash? Yo'q, bu aquaprint deb aytiladi. Buni kraskasi neobычный bo'lib chiqarilgan bom demir eshik. Shpol emas, demir eshik bor. Bu demir eshik. Demir eshik bor. Yo'q, 1.22 demir eshik. Qani tushuntirib o'tsangiz, bu demir eshik o'xshamaydi bu. Bu demir eshigimiz 10 santimetrlik, listi 1.2 likka chiqarilgan. Usti kraskasi aquaprint deb aytiladi. Aquaprint masalan YouTube'ga girib ko'radigan suv bor. Shunda chiqarilgan kraskasi. Buni ham 100% quyoshga garantiya beriladi. Ha, yana bir narsani aytib o'tayim. Aynali eshik to'g'ri yamaydi, o'ynaydi dedik-ku, qarang. Ko'chaga. Bu eshigingiz ham qaysi tutgan eshikni oynasini sinab ber desa, sinab beraman. Ustidan chiq. Plasmasmi yo'q bu? Oyna. Oyna bu. 18 lik go'ydirilgan, qalyotatilgan oyna. Sinmaydi diyecekmi? Sinmaydi. Doshasidan olsinmi? Sinmaydi. Garantiya. Garantiya sinmaydi. Ham yana bir narsa aytsak-mi, ko'p odam yana bu gullari bor deb qiziqmay netmaydi-ku. Guli ikki oynaning o'rtasida qilib berilgan. Ha, ya bu yonda durmaydi. Yo'q, ichida ketadi. Ichida ketgan chang bo'lmaydi. Sirib ortib yurmaysiz. Oralarına girib qolib, uni jadaman buni deb o'tirishma yo'q. Oynani sirsa bo'ldi emanlar.
Men masalan yana shu gap bo'lsa bir gap aytay. Ustida shlonkani sarf bilan suv yuvsam bo'ladimi? Buni ham yuvaramanmi? Akvaprintni. Endi akvaprintni bilamiz, yani mashinada nelarni qo'yib beriladi, ashulalar, to'g'rimi? Xo'p. Suv desa shisha bizga yetmaydi. Avtodamir kubik. Garantiya. Garantiya. Buni ertangi kuni yozgi kuni masalan, nima deymiz? Svet o'zgarishiga garantiya berdingiz. Garantiya beraman. Qishni kuni masalan eshik ochilmay qolib, dallash, muammo bo'lmaydi. Dallashni ham qarang, 2 xil dallash bor. Ishida gaz yonib turib, yonboshida sirkulyatsiya aylanmagani uchun eshik dallayani bor. Ichana crowding bo'lib dallayani bor. Ichanda havo guygani uchun havo aylanmagani uchun dallayani bu akfa ayna eshiklaringiz ham dallaydi. Bular ham dallaydi. Bu dallashi bunda dallaydigan bo'lsa uyingizda havo aylanmaganidan. Lekin bu tarafda crowd o'tib turib dallaydigan bo'lsa u eshik sovuq o'tirganidan. Osh crowd o'tmin sovuq o'tirmasligini garantiya beraman. Ha, shu vajlarni. Bu vajlarni ham men tushuntirib, bu nima bo'ldi bu? Tankistlarning narxining ko'pi. Shuni. Ham yangi sovuqda, ya'ni qishda ham aytib o'ting. Eshiklarni yerine qarang deysiz, yerni ko'rsatib bering. Eshiklarga qarang. Yo'q. Imlat beklanadi. Chittingalikmi? Zamok deb beklanadi. Shuning uchun to'g'ri qo'yib berilmayapmi? Yo'q, to'g'ri prям o'yatib qo'yilmagan. Shuning uchun sovuq o'tmaydi. Ingellar ham 0 kelib turadi ekan. Lekin inboyizlari bilmadim. Garantiyasi lekin 3 yillar deysizmi bularni? 3 yil garantiya. Endi 3 yil turgandan narsa yana talishib ketaveradi. Dakan sotaradi deysiz. Lekin shu bo'ldi 3 yildan keyin yamang degan emas. Masalan, zamokni ruchkasi buzilib qolsa, selsasi buzilib qolsa, bemalol murojaat bular ham taxlab beramiz. Aksessuarlar. Mexanizm buzilib qoldi ichida desa, borib turib tuzatib ham beraveramiz. Gap bo'lmaydi emas. Yo'q, bo'ldi endi yo'q, bilmem donim bor deyishlar narsa yo'q. Toshkent sizlarda axir hamma narsa dandilanib olib qolib yozib qoldi. Endi yana bir savol, постоянный klientlarga chegirma bormi? Endi qarang, Rasulov zavodidan MDF ish qolgan bo'lsa, постоянный klientlari chegirmalarini, ya'ni aytganimdek har vaqtdan bo'lib turadi. Demir ishlarda постоянный klientlari hamma vaqt chegirma bo'lgan, bo'lib ham turadi. Bundan keyin ham davom etadi. Bizlar. Endi hozirda Toshkent City deydi, boshqa City deydi, hozirda zamonaviy eng qimmatbaho uylar qo'yilib turgan eshiklarimiz deymizmi, ya'ni aytdingiz korpuslari, nalari zo'r ketadi dedingiz. Bularning o'rtacha narxini chiqarib bersangiz mana. Eng arzoni, eng o'rtachasi, keyin eng qimmati. Dom uchun bo'ladigan bo'lsa 2 million 100 ming so'mdan boshlanadigan bo'lsa, yangi sifati endi birdan aytsam, shuni Vichy уровень 10-klassdagi mana shu eshikimiz 8,5 million so'm chiqadi. 8,5 chiqadi eshikni o'zi. Burushi kvadrat emas, to'g'rimi? Eshikni o'zi 8-8,5 oralig'ida bo'ladi. Shungacha boradi. Sababi bular rossiyskiy berserkerniki, elde arkasi MDF bo'ladi, polotnoning o'zi 12 sm bo'ladi. Garantiyali hamma narsa. Garantiyali. U ko'ngildagidan ham ziyoda chiqadi. Vesi 140 kg chiqadi. 140 kg. O, shuni mashinada o'rab boradi. Odam narsa bilan ko'tarish muammo bo'lsa kerak. Xo'p. Naqshlarga kelgan bo'lsak, endi aytib o'tadigan bo'lsak, endi bu yerda aytdingiz kataloglarni qo'yib qo'ymasdingiz. Kataloglarni masalan naqsh yoqmasligi mumkin, svet yoqmasligi mumkin, xohlagan darajada o'zgartiraveradi, to'g'rimi? Endi Indirbek aka to'g'risi, bu yerda oylarni birman desak, bir kunimiz ham kamlik etadi. Har bir ish uchun to'g'risi aytaman. Obunachilar qo'ldan kelganicha o'rtacha narx, eng arzon narx, eng qimmat narxni Indirbek akamiz bilan birgalikda obzor qildik, tushuntirib berdik. Ma'qul kelgan bo'lsa, albatta layklarni bosinglar. Agarda sizlarga batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zlarining telefon nomerini qo'yamiz. Ofisda telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotlarni beradilar yoki Telegram, WhatsApp orqali chiqsangizlar bo'ladi bemalol. Ma'lumotlarni hech qanday muammosiz berasizlar. Muammosiz kelaversin. Xalosa chaqiraversin. Borib shu onda o'lchab, shu onda narxini chiqarib beramiz. Ish vaqtlaringiz, ish kunlaringiz qancha? Ish kunimiz 7 kun bez выходной ishlaymiz. Ish vaqtimiz 9 dan 6 gacha. Endi vaqtına qarab, может 7-8 bo'lib ketisham mumkin. Telefon qilish vaqtlarini chiqib turadi. Telefon qilish vaqtlari ham shu oraliqda telefon. Shu oraliqda. Obunachilar, bugun sizlar bilan birgalikda Rasulov eshiklarini o'ya qo'yiladigan varianti, xolasangiz yana ko'chaga qo'yiladigan damir eshiklarning ham sifati haqida ma'lumot berdik. Hali sizlarga to'g'risini aytaman, endi meni o'ylashim bo'yicha bir 50% dan ham menimcha ma'lumot bermadik, to'g'risini aytaman. Ko'cha tarafligidan, to'g'rimi? Ha. Bu ishlarimiz ham ya aytib o'tganimizdek yarkirak variantidagi ishlar, bular MDFdan krashingli bo'lib chiqqan, слоной кость, qaymoq rangga chiqarilgan. Bular ham shunday, sifati bir xil bo'lib ketaveradi, ariqlar bilan. Bularni masalan krasiya bo'ldi, shpon bo'ldi, necha bo'ladi, garantiyasi necha bo'ladi desa, hammasini bir xil garantiya beriladi. 5 yilmi 5 yil garantiya ketaveradi.
ko'chib qolgan bo'lsam, Yo'q, masalan yo'q. bo'lsa, o'zingiz tomonidan bitadigan ish shu. O'zimiz tarafdan bitadigan ish. Kraskalari bilan ham oq bo'ldi-ku, kraska bo'lib qoldi-ku, shifon bo'lmadi-ku deb o'ylab yurmasliklari uchun kraskalarimiz hammasi perlamutrik kraska bo'ladi. Agar YouTube'dan masalan sizning podpischilaringiz ko'rib o'tirgan bo'lsa, perlamutrik kraskani YouTube'ga girib turib poisk qilib ko'rsin. Perlamutraya kraska deb. Nechta ekanligini biladi. Yarki svetlarimiz ham shunday. Men doğrusu hozir молочный, коровный har xil svetlarni ko'rdik. Mana bu svetga qaranglar. Bu kulrang svetmi? Bu seri svetni sal temliroq varianti. Eshikni o'zi Shotlandiyaga chiqqan, 100% Shotlandiya deb aytiladi. Ibellardan o'zi Shotlandiyadan kesib o'tishi kerak edi-ku. Buni необычный ibellardan Shotlandiya qilingan, o'zini shpon qilingan, turistga dupa shpon qilingan, shponni ustida однотонный bir xil kraska bilan chiqarilgan. Bir xil kraska ham bu seri variantni temliroq qilasi. Gap bo'lsin. Ina bu jemчуг perlamutrik. Жемчужный светlar, Bu необычный. Bu svet yansa горячий isi sovuqni beradi, isi oqni beradi. Svet o'chirsangiz sovuq oqni beradi. Холодный svet beradi. Холодный beradi. Bizda. Aha. Keyin ko'chadan narsalarimiz bor, bir minutlarni o'tadigan bo'lsak, agar klientlarimiz bu narsalarni qidirib qo'ygan bo'lsalar, shularni Ko'chadagi topchanlar sizlarniki? biz ham bular ham bizaniki. Vodini akka ko'pmiz, keyin ustidagi yuzlarimiz ham bor, ratan deb aytiladi bu. Ibidam ko'rib yurgan bo'lsangiz kerak. Bu narsalarni akka ko'pmiz. Bular usti polipolietilen deb aytiladi. Ratan, suva, quyoshga chidamli narsa. Bu narsalarni ham qidirib yurgan bo'lsalar, bemalol mo'jada ko'rasizlar. Bular ham kelishilgan narxlarda iloji boricha bombo'yi narxlarda qilib beramiz klient. Masalan, shuni narxi qancha chiqadi? 14.200 chiqib turadi, skidka qilib beraman buni. Bu Madrid 8 ga 1 deb aytiladi. Необычный narsa bu. O'zi ko'rinish ham, narsam bu mягкий. Buni arzonroq variantlar ham bor. Agar ko'raman desalar, ular ham narxlarni kelishib beramiz. Buni svetlar topiladimi? Va svetlar topadi. Xolos молочный, xolos oq, xolos seri. Buni ham oynasi shunday, go'dirligan. Ya, uqsasin bilan. Ava. Ya, doshda narsa garantiya. Similon narsa. Endi Endilbek aka shu topchandan xudo xolasa, inshaalloh nasib etsa, eldimiz endi yoz, xudo xolasa, ular ham kelishgan narxlarda qilib beramiz. bir ko'rsatib o'ting shuni. Bo'ldi, bemalol. Bemalol. Narxlari bilan tushuntirib o'tsangiz, razmerlari bilan. Qarang, razmerlarning hammasi 2,5 3 dan 2,5. Ava, u boshdan kelib hammasi tepagacha hammasi 2,5 3. Ava, narxi 3.700 dan boshlanadi. Kuchlanib boraveradi ishini qarab. 3.700 dan boshlanadi. Ava, 3.700 lekin qarang, vodiyni chinorindan bo'lgan. Chinor daraxtini o'zi biladilar. Mix o'tmaydi-da u daraxtda. Yo'q. Ava, kraskasi o'chmaydi. Mash yuvadon karcher olib ko'pmiz. Karcherda yuvaman, kraskasi ham o'chmaydi. O'zi oqarib ham qolmaydi. Quyoshdan turaveradi u narsa. Garantiya. Garantiya u narsalarini. Sababi chinordan bo'lgan bular. Chinordan tortib keladi. Bunda orix variantimiz tutdi. Bu g'o'z deb aytiladi. G'o'z variantidan bu freza o'ylangan. Ina bunda dumbaga texrisi tutdi. 6 oyda bir dona chiqaradilar. Bu katdan bu qo'lda ishlangan. 6 oyda bir marta 6 oyda bir dona kat chiqaradilar. O. Ya mashinada Rolls-Royce'larni qo'lma yig'nidlar narsa bor. Tepa shuni diyeceksin. Shuni narsa. O'zbekistonda shuni yo'q diyeceksin. Hava. Gel yine yakırak çıkıp görüşürüz mümkün. Nakşları hammasi qo'lda chiqarilgan. Qo'lda chiqarilgan hammasi. 6 oyda bir dona kat chiqaradi. Bu tovar nodan? Tovari orix buni. Haqiqiy. G'o'z, haqiqiy g'o'z. Narxini necha chiqadi? Eng zo'rini, eng qimmati. Eng qimmati shu 15 million so'm chiqadi. 15 million. Ama gelishib beramiz, lekin duman bizda engaklashib, yo'q bitmaydi, bitadi onlar shu deyish yo'q. Gelishtirib xudo xolasa bo'ldi-ku, ertaga ham kelaman, yananga deb aytib niyat berib beraman. Xudo xolasa endi ko'pchilik o'ylashi mumkin, do'konlarda, milliy firmenli magazinlarda shu aytilgan narxdan qaytib bo'lmaydi. Yo'q, qaytamiz. Qimmat yuradi degan gaplar yuradi bilasiz. Yo'q, qaytamiz. Necha bo'ladi sizlarda? Bizda aytib turibman-ku, bu narxlarning hammasi ko'rilib turganlar, lekin ko'rilib turgan narxlardan ishlarimizni hisob-kitob etgan vaqtida qaytadigan yerlari bor. Bularni ham tushuntirib o'taman. Bularni ustidan narxlarni yozib qo'yibman, uka bo'ldi menga shu yoqdi, shuni bitiradigan yerini aytdi degan bo'lsa, chekishgandan keyin ham qaytib beraman. Tipo bozor diyeceksin. Hava, Arada bozor olib ketaveradi. qo'ldan kelgancha bizaniki, og'a. Zo'r, молодец. Xullas obunachilar, aytganimizni hozir davom qildiramiz. Ichonda obzor qiladigan o'yinlarimiz bor. Bu topchanlar ham, o'tiradigan o'yinlar hammasini xudo xolasa qo'ldan kelgancha kelishtirib chiroylatib, dastavka ham. Dastavkamiz yana tutdi. Qayta. Ha, ishang. Hava. Ha, o'zlarining mashinalari. Zamir uchun dargizi tutdi. Borib o'zingiz. Ha, bunday. Hava. Ay, молодец, yezilmas. Xullas obunachilar, ko'rib kuzatib boraverasizlar. Gelib ko'raverasizlar. Kommentariyada lokatsiyasini qoldiramiz obunachilar. Bugun sizlar bilan birgalikda Rasulov eshiklari haqida ma'lumot berdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar obunachilar.